Urmatlı qo'llanuvchilar, biz Mal bozorga yetib keldik. Elding ko'pligini qaramanglar. Nega so'vaysizmi? Jan qo'shilganlar bo'lsa eskartib o'taylik, bu No'qat Mal bozori. Bugun kunga jekshanba 9-dekabr. To'yga deb oldim men. Qancha deb o'tasiz? Bor desam. Qancha deydi? To'yga 20 ming qolib ketdi. To'g'ratda buni vaqt uzun. Xolos, emin 20 mingdan. Bo'ladimi hozirki? Ikki qo'chqor 21 ming deydi. Bo'pti. 21 ming ekan. 12 ming deydi. 2 ming so'm. Oda. Onu 2 ming so'm ekan. Nima bor? Nimbasi bor ekan şimdi. Hozir Qancha bo'ldi? mashina ichi Ma ko'k qancha bo'ldi ko'k? Bo'ldi, buni ham 12 ga berib yuborang. Bir yo'l ketdi. Yo'q. Mana jinda kattaligi 13,5 ming beryapti. Hozirna qancha? 20 ming deydi. Bundan 10 ming so'm. Var ekan. Ular 2 ming so'm ekan. 12 ming desa 12 ming. Qo'zi qo'chqor. Bunaqa 100 so'm qo'yib beraver. 10.500 bo'lib tur eko'zi. 10.300 so'm pul berib. 100 so'm qo'yib berasizmi jarimga? Ha? Qo'chqor 500 so'm deydi. Beşer. Maqsad ber ukam. Qo'zulu qo'y 7 ming so'm ekan. Qo'ylar 9 ming so'mdan ekan. Eko 9 mingdan 18 ming so'm. Sekiz ming so'm deydi mana shu qo'ydi. Bo'z ekan. Kev, men qo'ylarni ko'rgan. Ko'ringizlar, mana shu qo'ylarning bordig'i 7 ming so'mdan deydi. 7 ming so'mdan tegeraganda 8 minggacha yin. Cho'ngdorondan da qimmat. So'yish beraymi aka? Bugungi qo'ylardan bahosi shunday ekan. Ko'rsangizlar bo'ladi. Shunchaga keldi dedi. Onu da az berasizmi?